Hurmatli yoshlar va yurtimizni oydin yigitlari. O'tmish va tarix faqat kitoblarda yozilgan satrlar emas. O'tmish bugungi g'aflatingiz ertaga qanday fojia bo'lib qaytishidir. Agar hushyor bo'lmasangiz, kecha baytilmolni yutib yeb ketgan o'g'rilar ertaga qutqaruvchi niqobi bilan yana qaytadi. Shiorlari boshqa bo'ladi, lekin o'sha yuz, o'sha gavda, o'sha bo'ybosh, o'sha qo'llar. Shuncha yillik davomida yurtimiz davlatsozlik nomi bilan vijdonsizlik laboratoriyasiga aylantirildi va aylandi. Vakillarimiz, vazirlarimiz, buland martali amaldorlar, hatto qonun belgi qiluvchilar, qonundonlar deb atalganlar ko'pchiligi talon taroj tarmog'ining shariklari bo'lib qoldi. Qonun o'g'rilikni yashiradigan qalqon bo'ldi. Parlament degan vakillar yig'ilishib savdo do'koni bo'ldi parlament. Vazirlarimiz, vazirliklar shaxsi sanduq. Adolat degan so'z teskari taroziga aylandi. Jamhuriyat deb atalgan davrlarda, ayniqsa xususan Omid Karzay va Ashraf G'ani zamonida ish va pul istisno emas, qoidaga aylandi. Ismlar almashdi, ammo tarmoq qoldi. Baytilmol bo'lindi, hisob-kitob yo'qoldi. Munosabat iste'dodli malakadan ustun qo'yildi. Halol odam chetga surildi. Ey aziz yoshlar, siz o'zingiz shohidsiz. Ko'zlaringiz bilan ko'rdingizlar. Sizlarga o'sish, taraqqiy deyishdi, ammo qadriyatlarning yemirilishi o'sish deb sotildi. Erkinlik, hurlik, ozodi deyishdi, ammo mas'uliyatsizlik erkin qilindi. Madaniyat deyishdi, ammo fahsh, ibtizol va axloqsizlik adab va madaniyat o'rnini egalladi. Bilim yurtlari, oliy bilim yurtlari diplom savdosiga, mijozi tarmoq rasonalar esa oqlov munbariga, siyosat chiroyli yolg'on san'atiga aylandi. O'g'rilar har doim pichoq va qilichlar, yaroqlar bilan kelmaydi. Ba'zan silliq va go'zal kiyim kiyib, bo'yinbog', nektoylar bilan keladi. Xoinlar har doim baqirmaydi. Ba'zan tabassum bilan munosabat qiladi. Talon taroj har doim tunda bo'lmaydi. Ba'zan qonun yorug'lik ostida kunduz kuni qilinadi. Bugun ular baytilmolni emas, sizlarning xotirangizni o'g'irlashga urinmoqda. Xato bo'ldi, sharoit og'ir edi, hamma aybdor deydi. Bu jinoyatni oqlash tili. Xato bir marta bo'ladi. Xatoni tizimga aylantirish esa xiyonat. Agar fasod tizilmalashsa, hisob-kitob
bo'lmasa, iste'dod malaka qurbon bo'lsa, bu endi adashish emas. Bu bo'lsa adashish deyilmaydi. Kelajak bu adashish emas, uyushgan talonchilik deyiladi. Bilib qo'yinglar. Kelajakni quradigan yoshlar hushyor bo'ling. Hech qanday katta ot, ilmi invon yoki milliy shior, hujjat, shifoflik va javobgarlik o'rnini bosa olmaydi. Har bir da'vogardan so'rang, boyliging qayerdan keldi? Avval nimang bor edi? Qancha joying bor edi? Joydoding bor edi? Qarorlaring xalq uchun nima berdi? Olding, chiqding maydonga, qarorlar qabul qilding, xalqni aldading. Nima qilding? O'sha qarorlar bilan xalqqa nima berding? Nega yoningdagi fasodkorlar jazolanmadi? G'arib avlodlar, begunohlar jazolanib ketdi. Nega qonun faqat zaiflarga qattiq bo'ldi? Agar bu savollarni bermasangiz, ertaga qashshoqlik, muhojirlik va yemrilishning javobini o'zingiz berasiz. O'tmishni unut deydilar. Har mahfilga, har joyga o'tirsangiz, o'tmishni unutinglar deydilar. Bu yolg'on. O'tmish hisob-kitobsiz qoldirilsa, kelajak ozod bo'lmaydi. Unutish o'g'rilarga sovg'a, eslab turish xalqning haqqi. Aziz yoshlar, nijot yo'li shaxslarni muqaddaslash emas, barcha ishlarni shifo qilishdir. Qahramonparastlik emas, qonunparastlik. Parda ortidagi savdo emas, ochiq hisob-kitob. Tez o'tuvchi hissiyot emas, barqaror axloq. Agar ko'rlar ko'ra boshlasin desangiz, avval o'zingiz ko'r bo'lib qolmang. Agar tarix takrorlanmasin desangiz, kechagi o'g'rilarga ertangi ustod bo'lishiga yo'l bermang, yo'l qo'ymang. Agar kelajakni istasangiz, yolg'on bilan kelishmang. Chunki yolg'on oxir oqibat vatanni sotadi. Bu nifrat emas, uyg'otish chaqiruvi. Bu o'ch emas, mas'uliyat. Tanlov sizniki. Yoshlar, haqiqatning vorisi bo'lasizmi yoki takrorning qurboni? Bu ixtiyor sizlarni burching.